Samarqand xitobnomasi Uyg'urlar uchun xatarlik bir signaldir. Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qutulishi faqat Uyg'urlarni terrorizmga bog'lash orqali amalga oshadi. Yaqinda ochilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining 22 navbatlik yig'inida Samarqand xitobnomasi e'lon qilindi. Xitobnomada terrorlik, bo'lginchilik va asabiylikdan iborat 3 xil kuchga qarshi turish mazkur tashkilotning asosliq nishoni qilingan edi. Xitobnomaning beshidala Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning 2021 yil 9 oyning 17 kuni Tojikistonning poytaxti Dushanbeda imzolangan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning terrorlik, bo'lginchilik va asabiylikka zarba berish 2022-2024 yil nizomnomasini qattiq ijro qilishi belgilangan. Ikkinchi turda bo'lsa, a'zo davlatlarning 3 xil kuchga zarba berish tadbirlarini qayta qarab chiqib, terrorlik manbasini butunlay qezib chiqarish, terrorlikning iqtisodiy manbasini butunlay uzib tashlash, terrorchilarning chegara atlab a'zo to'plashiga zarba berish, yoshlarning radikallashishi va terrorlik ideyasi bilan zaharlanishini to'sish, mavhum terrorchilarni tozalab, ularga kiradigan tushma qo'ymaslik talab qilingan. Yuqorqi mazmunlardan shuni ko'rib yetishimiz kerakki, Samarqand xitobnomasining eng muhim vazifasi 3 xil kuchga zarba berishli bo'lib qolmay, balki 3 xil kuch paydo bo'lgan sharoitni yo'qotishdir. Bu nuqta Uyg'urlar uchun mazkur xitobnomaning eng muhim nuqtasi hisoblanadi. Chunki Xitoy hukumatı uzun yillardan buyon Uyg'ur diyorida atalmış 3 xil kuchga zarba berish nomida Uyg'urlarga og'ir ziyonkashliklarni qilgan. 2013 yili Xi Jinpingning 3 xil kuchlarni funksiyon modelida tozalash tashabbusi bilan Uyg'urlarning ideyasini tozalash uchun atalmış qayta tarbiyalash tuzumini yo'lga qo'ygan va buning oqibati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan natijalangan edi. Bizga ma'lum bo'lgandek, atalmış 3 xil kuchlar, ya'ni terrorlik, bo'lginchilik va asabiylik bo'lsa, Xitoy hukumatı atalmış islohot boshlangandan buyon Uyg'urlarga ortib kelayotgan eng og'ir tuhmatdir. Dal bu tuhmat sababli Xitoy hokimiyati yillardan buyon o'zining Uyg'urlar ustidagi turli jinoyatlarini xalqaradan yoshirib keladi. Dal bu tuhmat sababli Uyg'urlar xalqaraning diqqatidan necha 10 yillarcha yiroq qoldirildi. Gerçi 2016 yildan boshlangan Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi Xitoyning asli qiyofatini xalqaraga oshkorlab, dunyoning Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarshining o'zgarishiga sabab bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy buninglik bilan to'xtab qolgani yo'q. O'tgan bir qancha yildan buyon Xitoy hokimiyati izchil turda Amerika boshliq g'arb dunyosini 11-sentabr voqeasidan keyingi xalqaro terrorlikqa qarshi turish ko'rishi davriga qaytarib kelish uchun ko'p tirishdi. Ammo ishlar Xitoyning irodasiga qarshi yo'nalishda taraqqiy qilyotdi. Darvaqa, Amerika-Xitoy savdo urushi Xitoyning g'arb dunyosiga qilayotgan ziyonkashliklarini bir-birlab oshkorlashga boshladi. Masalan, Xitoyning 1000 kishilik plan, Konzi instituti, Huawei 5G, Zhongshin jasuslik detali, shaharlar aro do'stlik qatorliq turli sachiliklar xalqaroga oshkorlanib, butkul g'arb dunyosida Xitoyga bo'lgan qarashlar o'zgarishga sabab bo'ldi. Buning qo'llabla lagerlar masalasining o'tirg'i chiqishi, lagerlarga doir Xitoy maxfiy hujjatlarining oshkorlanishi va lager shahidlarining guvohliklari Xitoyning xalqarodagi obrazini biroqla xunuklashtirdi. Bu hodisa hatto Xitoyning bir balboq bir yo'l strategiyasini suvga chilashtirishga boshladi. Amerika bilan Xitoy orasidagi surkilishlar dastlabida iqtisodga aloqador bo'lgan savdo urushi nomida boshlangan bo'lsa-mu, ammo ziddiyatlar taraqqiy qilgancha savdo urushining mohiyati ideologiyalik surkilish darajasiga berib taqaldi. Bo'libmi 2017 yili Xitoyning 19-qurultayida Xi Jinping Xitoyning 2025, 2035 va 2050 planlarini jakarlagandan keyin Trump hukumati 2017 yili dekabrda Xitoyni Amerikaning birinchi darajalik strategik raqobatchisi deb e'lon qildi. Shundaqla Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotini terrorlik tizimligidan chiqarib etdi. Buning bilan Xitoy-Amerika savdo mojarosi birdilla Xitoy bilan Amerika boshliq g'arb orasidagi ideologiyalik to'qinish darajasiga ko'tarildi. Demak, g'arbning Xitoyga bo'lgan qarshida o'zgarish yuz beryapti. Bu xil o'zgarish Amerika boshliq g'arb dunyosining bundan keyin Xitoyga qarshi turishni xalqaro terrorizmga qarshi turishdan muhim kun tartib qo'yganligining aniq ifodasi edi. Amerika Xitoy orasidagi savdo urushining ta'sirida o'tirg'i chiqqan Uyg'ur jazo lagerlari masalasi xalqaroning diqqatini Xitoyga markazlashtirib, Uyg'ur masalasi birdilla xalqaro masalalar qatoridan o'rin oldi.
Chunki jazo lagerlari tuzumi 2 Dünya urushida Germaniya natsistlari tarafidan Yahudilarning irqiy qirg'inchilikka uchrashini keltirib chiqargan ig'ir tarixiy jinoyat edi. Ardın 70 necha yil o'tganda jazo lagerlari masalasining qayta bosh ko'tarishi haqiqatanmi demokratik qimmat qarashlar va dunyo kun tartibiga ig'ir tahdid paydo qiladi. Demak, Uyg'ur masalasining birdilla dunyodagi eng muhim xalqaro masalalarning biriga aylanishida dal Xitoyning g'arb dunyosiga paydo qilgan ideologiyalik tahdidi muhim rol o'ynagaydi. Darvaqa, bu qitimliq O'zbekistonning Samarqand shahrida ochilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'indimi Xitoy hukumatı o'zining Uyg'urlarni yo'qotishga bo'lgan irodasi bilan g'arbga bo'lgan xirisini yanada aniq namoyon qildi. Ya'ni Samarqand xitobnomasi dal buning kuchli isboti edi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Eronning rasmiy a'zo bo'lib kirishi, Turkiya qatorliq davlatlarning bu tashkilotga kirish istiqining oshkora e'lon qilinishi, shundaqla Samarqand xitobnomasining bosh vazifasining 3 xil kuchga zarba berish deb bekitilishi faqatla Amerika boshliq g'arb dunyosi bilan Uyg'urlarni nishon qilganligi shaksiz reallik edi. Diqqat qilishga tegishli yer shuki, yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatı o'zining atalmış Jungocha alaylikka ega sotsializm tuzumini atalmış Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ichida xilili bozor topqizgan edi. Bu vajidan O'rta Sharq va O'rta Osiyo ellari o'zlarining qarindishi va dindishi bo'lgan Uyg'urlarning qismatlariga ko'z yumgan. Hatto Xitoyning Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchiligini qo'llash pozitsiyasida bo'lib kelgan edi. Shunga Uyg'urlarning mazkur rayonlardagi bexatarligi va haq huquqlari kapolatga ega bo'la olmaydigan hodislar normallikqa aylanib qolgan edi. Diqqatni tortadigan yana bir muhim nuqta shuki, Shanxay hamkorlik tashkilotining bu qatimliq yig'inda Xitoy bilan Rossiyaning eng muhim nishoni Amerika boshliq g'arbga qarshi ittifoqdoshlik hosil qilish edi. Chunki Ukraina urushida qattiq holsirgan Putin bilan Uyg'ur masalasida g'arbning kuchli zarba yegan Xitoyga nisbatan Shanxay hamkorlik tashkilotida birlik hosil qilish zarur edi. Yuqorqi hadislardan qaraganda, bu qatim atalmış Samarqand xitobnomasining e'lon qilinishi g'arb uchun emas, balki barliq Uyg'urlar uchunmi yangi bir jangning boshlanganligidan darak berdi. Bo'libmi, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar uchun bu balki xatarlik bir signal bo'lishi mumkin. Chunki Xitoyning bundan keyingi kurash yo'linishi Uyg'urlarni xalqaro terrorizmga bog'lash uchun jon jahli bilan tirishish bo'ladi. Shundaqla Xitoyning Uyg'urlar ustida yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoyatidan qochib qutulishning birdan-bir yo'limi Uyg'urlarning haqiqatan Xitoy degandek 3 xil kuch, ya'ni terrorchi, bo'lgunchi va asabiylar ekanligini isbotlashga bog'liqdir. Faqat Uyg'urlarni bu jinoyat bilan qoralash imkoniyatini qayta yaratgandilar. Kommunist Xitoy hokimiyati Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun hech qanday badal to'lamaydi. Mas'uliyatni ustiga olmaydi. Aksicha, Amerika boshliq g'arb dunyosini Xitoyga tuhmat qilgan, nohaq ayblagan, butun dunyodagi razilliklarga sabab bo'lgan demokratik ideyaning manbasi deb ayblayoladi. Shuning bilan birga Xitoycha alaylikka ega yangicha sotsializm yo'li otliq Xitoy ideologiyasini demokratiyaning o'rnini ololadigan yangi dunyo tuzilmasi sifatida tashviq qilish sharoitini hozirlaydi. Halbuki bu Xitoy hokimiyati uchun dal Xitoy tushining reallikqa aylanish yo'lidir.